Kitobxonlar diqqatiga. Joriy yilning 21-27 aprel kunlari Sirdaryo viloyatida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tadi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, viloyat boshqarmasi hamda qator tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan ushbu haftalikda kitobxonlar ommasi uchun kitob savdo yarmarkalari, turli qiziqarli loyihalar, sohadagi dolzarb muammolarni muhokama qilishga qaratilgan seminarlar tashkil etiladi. Haftalik doirasida shuningdek ulug' adib va shoirlarimiz, xususan O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning 71 yilligi hamda Sirdaryoning betakror kuychilari To'ra Sulaymon, Halima Xudoyberdiyeva hayoti va ijodiga bag'ishlangan madaniy ma'rifiy tadbirlar, so'nggi yillarda chop etilgan yangi kitoblarning taqdimoti o'tkaziladi. Haftalikning tantanali ochilish marosimi 21 aprel kuni viloyat axborot kutubxona markazida bo'lib o'tadi. Unda sizni teatrlashtirilgan sahna tomoshalari, el ardog'idagi san'atkorlarning chiqishlari, sho'x kuy qo'shiqlar hamda qiziqarli viktorinalar kutmoqda. Aziz sirdaryoliklar, barchangizni kitobxonlik haftaligida faol ishtirok etishga chaqiramiz. Kitobga bo'lgan muhabbatni yanada yuksaltirishga birgalikda hissa qo'shaylik.